Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan elektronika darsimizning 5-darsi. 5-dars. Bugun sizlar bilan o'zgaruvchan va o'zgarmas tokka ko'rib chiqamiz farqlari. Demak, bu narsani nimaligini bilishimiz uchun biz buni birinchi grafikini chizib olishimiz kerak. Grafik bo'yicha mana o'rtasidan chizib o'tgan. Grafikimizda bu yog'i U plus bo'ladi, bu yog'i U minus bo'ladi, bu yoq T vaqt. Vaqt birligi ichida mana 0, o'rtamiz 0. Mana bunaqasiga sinusoidalniy geometriya, sinusoidalniy o'tganmiz algebra geometriyada. Ya'ni mana shunaqasi ketadi. Sinusoidalniy yana bittasi bor. Uni ham chizamiz. U minus U plus. Bu o'rtasida o'q ketgan T. Bunda esa bizda kuchlanishimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana 0. Mana shu qayerda turganiga qarab, misol uchun 5 volt, 10 volt, 24 volt, 36 qilib belgilasak bo'ladi. Hozir mana bizda 24 voltda turibdi. Endi nima uchun o'zgaruvchan va o'zgarmas tok? Buni teoriyadagi aytilishi vaqt oralig'ida o'zining yo'nalishini, yo'nalishi u yoqqa ketyapti, bu yoqqa ketyapti. Yo'nalishi va kattaligi 0 dan tepaga qarab ko'tarilyapti. Pikka chiqdi va yana tushishda minusga o'tyapti. Ya'ni kattalik plus minus o'zgaryapti. Endi nima deyapti? O'zgaruvchan tok deb nimaga aytiladi? Vaqt davomida o'zining yo'nalishi va kattaligini o'zgartirgan tokka o'zgaruvchan tok deb aytiladi. Muayyan vaqt ichida o'zini kattaligi va yo'nalishini o'zgartirmaganga o'zgarmas tok deb aytiladi. Yana bir marta qaytaraman. Muayyan vaqt ichida o'zining yo'nalishini va kattaligini o'zgartirsa o'zgaruvchan tok, o'zgartirmasa o'zgarmas tok deb aytiladi. Bular sxemada qanday belgilanadi? Biz rozetkalarimizda ko'rgansizlar, asosan 220 volt deydi-da, bunaqa to'lqin belgilab qo'yadi. To'lqincha belgilab qo'yadi. Yoki bo'lmasa 5 volt deydi-da, mana chiziqcha bor. Bu yog'iga qo'yib qo'yadi. Yoki bunaqa tira qilib qo'yadi. Bu bunaqasi belgilanishi necha voltligi, perimenka, o'zgaruvchan yoki o'zgarmasligini bildiradi. Yana bittasi sxemada o'zgaruvchanlarniki AC deb belgilanadi. O'zgarmaslar DC deb belgilanadi. Mana shu orqali biz ishlatamiz. Bizning rozetkamizda 220 AC ishlatadi. Mana muayyan vaqt ichida o'zini yo'nalishi va kattaligini o'zgartirgan tokka o'zgaruvchan tok deymiz. Ya'ni bu o'zgaruvchan tok AC. DC bor. Ikkalasini ham biz o'zimizda bitovoy texnikamiz, umuman hayotimizda ikkala tokni ham ishlatamiz. Buni plusi, buni minusi, buni plusi, buni minusi hisoblanadi. Bularni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Aynan nima uchun 220 volt AC ni biz ishlatamiz, DC emas? Nima uchun bizda batareyamiz DC yoki AC emas degan narsalarni o'sha yerda ko'ramiz. Bugungi darsimiz sizlar bilan tugadi.